Stressdaman va semiryapman. Bu tasodif emas, bu kortizol. Hozirda jamiyatda ayollar orasida stress holatlari juda ham ko'payib ketgan. Bu nafaqat ayollarni tashqi taraflama, ulardagi jahldorlik bilan, balki ulardagi gormon o'zgarishlariga ham sabab bo'ladi. O'z navbatida aytib o'tish kerak, ulardagi mana shu gormon o'zgarishlari shu ayollardagi tez jahl chiqish, sal narsaga asabiylashib ketish, o'zidan o'zi yig'lab yuborish kabi holatlarga ham sabab bo'ladi. Ya'ni bular bir-biriga uzviy bog'liq bo'ladi. Stress holatlarining asosida, demak, kortizol almashinuvining buzilishi yotadi. Kortizol bu gormon hammani organizm tomonidan yurak usti bezlarida ishlab chiqariladi, lekin uzoq muddat stressda yurgan ayollarda esa ko'p miqdorda ishlab chiqarish boshlanadi. Natijada ularda ishtaha ochilishiga sabab bo'ladi, ayniqsa uglevodlarga nisbatan. Stress natijasida ayollarda ko'p ovqat yeyish boshlanadi, to'yganligini bilmaydi va natijada ko'p ovqat yeb qo'yadi. Bu esa o'z navbatida ortiqcha kaloriya qorin sohasida yog' bo'lib yig'ilishni boshlaydi. Uglevodlar iste'moli va shirinliklar ko'p bo'lganligi tufayli oshqozon osti bezi bunga javoban ko'p miqdorda insulin gormoni ishlab chiqarish boshlaydi va insulin rezistentlik kuchayadi. Bemorda birinchi navbatda stress, kortizol oshdi, ko'p miqdorda ovqatlanish boshlandi, ayniqsa uglevodlar, shirinliklar, natijada qorin sohasida yog' yig'ilishni boshlandi va yana qo'shimcha sifatida, demak, insulin rezistentlik kuchaydi. Natijada bemorda ortiqcha vazn o'z-o'zidan oshib boraveradi. Bu videoni doim stressda yurib semirayotgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Stress bo'yicha savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring, albatta javob beraman.